بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ushbu sayyidul ayyom hajjul masakin kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 6-si. Tarbiya bu musulmon kishi qiladigan amallarning ichidagi eng muhimi, eng davomlisi, uzoq vaqt talab qiladigani va katta sabrni talab qiladigan amallardir. Chunki kishi mana shu farzandlarga tarbiya berishlik bilan vafot etib qabriga kirgan kunidan boshlab to qiyomat qoyim bo'lgunga qadar orqasidan unga savobni yuborib turadigan amalni qilayotgan bo'ladi. Chunki inson bolasi o'lishligi bilan hamma amallari to'xtaydi, faqatgina 3 ta amalidan savob borib turadi. Shulardan bittasi valadun solihun yad'u lahu. Uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. Demak, birodarlar, biz o'ta bir muhim bo'lgan, jiddiy bo'lgan va afsus musulmonlar beparvo tashlab qo'yayotgan tarbiya haqida suhbat qilyapmiz. Tarbiya qilishlik uchun insonga bag'ri kenglik kerak. Kechirimli bo'lish kerak. Avf qiluvchi bo'lishlik kerak. Qattiqqo'llik, dag'allik, muanniflik yarashmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo nima dedi? Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallohul azim. Va u sizlarga keltirayotgan Qur'onni o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas. U Qur'on faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nimani buyurgan bo'lsa olishimiz kerak? Nimadan qaytargan bo'lsa qaytishimiz kerak. Chunki bularni birontasini payg'ambarimiz havodan, o'zini xayolidan olib gapirmaydi. Nimani gapirayotgan bo'lsa Alloh taoloning hukmi bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu shunday degan edi. 3 ishda men erkakman. Ulardan boshqalarida hamma qatorida odamman. Ya'ni 3 ta ish bor, haqiqiy erkakdaqa mahkam ushlayman. Qolgan ishlarda hamma qatoriman. Ulardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday hadis eshitsam, bas uni Alloh tarafidan kelgan haq deb qabul qildim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ibn Mojadan keltirilgan hadis, Xoris ibn Nu'mondan, akrimu avladakum va ahsinu adabahum. Farzandlaringizga ikrom ko'rsating va ularni tarbiyasini chiroyli qiling. Farzandlaringizga ikrom ko'rsatinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar. Bu buyruq. Bu buyruq. Tug'ib tashab qo'yib qonini boqinglar demayapti. Tug'ib tashab qo'ysalar o'zi katta bo'lib qoladi demayapti. Qornini boqinglar degan joyni eshitganmisizlar biromatda? Yo'q, chunki bu narsa insonning tabiatida bor, bolasining qornini boqish, ustini qilish yoki bir boshqa narsasini ta'minlash. Xohlaydimi inson qiladi, chunki bolasiga nisbatan tabiiy muhabbat bor. Ammo tarbiya qilishlikka payg'ambarimiz buyuryaptiki, juda ko'pchilik bu narsaga beparvo bo'ladi. Farzand, uni har bir so'zini hisob-kitob qilishlik kerak. Bu xato, bu harom, buni qilsang yomon bo'ladi. Endi bu narsa uchun uzoq vaqt sabr kerak bo'ladi. Besabr, betoqat bo'lgan, chidamas odam tarbiya qila olmaydi bolasini. Besabrlik bilan, betoqatlik bilan qilingan tarbiyani samarasi bo'lmaydi. Chunki bunaqa odam nima qiladi? Bolasidan bir xato sodir bo'lsa, uradi. Allimu va la tu'annifu fa innal muallima khayrun minal muallifi dedi payg'ambarimiz. Ta'lim beringlar, qattiqqo'llik qilmanglar, zo'ravonlik qilmanglar, chunki muallim sabr qilib o'rgatadigan, sabr qilib ta'lim beradigan odam yoki ota urib kaltaylaydigan otadan ko'ra yaxshiroq. Boshqalar bilan qilayotgan muomalangizda sizga asl basharasiz ko'rinmaydi, birodar. Chunki oshnangizga haligi fe'lingizni qila olmaysiz. Biznes partneringizga injiqligingizni qila olmaysiz. Bor deydi, tort aravani deydi. Ammo haqiqiy basharasiz qayerda ko'rinadi? Xotiningiz bilan
farzandlaringiz bilan qilayotgan o'rinda. Chunki qayerga boradi? Qayerga boradi? Har qanday injiqligingizni, har qancha fe'lingizni ayolingizga qilasiz, bolangizga qilasiz. Demak, siz haqiqiy basharangiz, bashara so'zini qaysi so'zga almashtirsa bo'ladi? Yuz boshqaroq kerak. Chehra, aft deyish mumkin. Haqiqiy axloqingiz, haqiqiy xulqingiz farzandingiz va ayolingiz bilan qilayotgan muomalada bilinadi. Endi ayoliga lutf bilan muomala qilish, farzandiga ikrom ko'rsatish, unga tarbiya qilishiga uchun insonga nima kerak? Katta sabr kerak bo'ladi. Har bitta ishda, har bitta xatosida bolasini so'kadigan, bolasini uradigan ishini muallimni yumshoqlik bilan ish tutadigan odamning ishiga taqqoslab bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muannifni, qattiq qo'l odamni yomon ko'radi, yaxshi ko'rmaydi. Chunki qaysi bir ishda muloyimlik, yumshoqlik bo'lar ekan, mana shu ish chiroyli bo'ladi. Qaysi ishda yumshoqlik, muloyimlik yo'q bo'lar ekan, bu ish xunuk bo'ladi. Bolani o'zini otasidagi haqlardan biri ota unga odob berish kerak va chiroyli ism qo'yishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: farzandlaringiz va oila a'zolaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Yaxshilik iymon va Allohning toati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Bayhaqiy keltirgan hadisda marhamat qiladilar: Min haqqil waladi alal walidi an yuhsina adabahu va yuhsina ismahu. Bolaning otasidagi haqlaridan uning odobini chiroyli qilishi va unga chiroyli ism qo'yishi. Shuning uchun farzandlarga qo'yilayotgan ismlarga diqqat, e'tibor qaratishlik kerak. Esimizdan chiqmasin, har bitta farzandga qo'yilgan ismdan shu farzandga ulush bor. Qanaqa ism qo'ygan bo'lsa, shu ismdan ulush bo'ladi. Tabiatiga shu narsadan yuqadi. Chiroyli ism qo'yish kerak otalar, chunki birodarlar umri davomida shu ism bilan chaqirishadi. Qiyomat kunida ham ayni mana shu qo'yilgan ismi bilan chaqiriladi. Demak, farzandingizni siz ustidagi haqlardan bittasi unga chiroyli ism qo'yishligingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan keltirilgan hadis: Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi va yumatu anhu al-ada va yusamma. Har bir bola tug'ilganida 7-kuni jonliq so'yib aqiqa qilinishiga, sochi oldirilishiga va ism qo'yilishiga garovdir. Ya'ni mana shu narsalarni otasi qilishligi kerak. Sochini olishligi, aqiqa qilishligi va ism qo'yishligi. Alhamdulillah, hozir endi yoshlarimiz hali farzandi tug'ilmay turib domlalarning oldiga kelib, domla shu farzand ko'rish arafasidamiz. Shu o'g'il bola, qiz bolaga bir chiroyli, bir islomiy, Alloh rozi bo'ladigan bir ismlardan bo'lsa deb maslahatga keladi. Bu farzandni siz ustidagi haqlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi Ibn Hibbondan. Al-g'ulamu yu'aqu fil yawmi as-sabi' va yusamma va yumatu anhu al-adha fa idha balagha 6 sinin uddib. Katta hadis. Bolaga 7-kunida aqiqa qilinadi, ism qo'yiladi va undan aziyatlar ketkaziladi. Endi bu yoqqa qarab turing. Agar 6 ga yetsa, unga odob beriladi. 6 yoshgacha odob beriladi. Agar 9 ga yetsa, yotoqdagi joyi ajratilinadi. O'g'il bola bilan qiz bolaning joyi 9 yoshda ajratilinadi. Agar 13 ga yetsa, namoz uchun, ro'za uchun uriladi. 9 ga kirganda, 10 ga kirganda namoz o'qishlik buyuriladi. O'qib o'qimay, odatlarni boshqa qilguncha mayli, avf qilib turiladi. Ammo 13 ga yetgandan keyin namoz o'qilmasa yoki ro'za tutmasa, biror balog'at yetgan holatda uriladi. Namoz o'qimagan uchun bolasini urgan odam bormi oramizda? Har qanday narsa uchun uramiz, ammo namoz o'qimagan uchun emas. Qarangda, bolani haqqini siz ado qilmasangiz, katta bo'lgandan keyin siz ham haqqingizni ado qilmaydi. Yeb qo'ydingizda haqqini, Allohni tanitmadingiz. Allohni tanitganingizda sizni jannatini bitta eshigi deb bilar edi. Qiblagohi deb bilardi sizni. Agar haqqini tanitib Allohni bir tanitganingizda. Endi siz haqqingizni berardi. Endi bermadingiz, endi bu ham siz haqqingizni bermaydi. Agar 16 ga yetsa, otasi uni nikohlab qo'yadi.
Domla, uylab qo'yishga qarzi yo'q deb aytgandingiz avvalgi mavzularingizda. Bu qanaqa nikohlash bo'ladi bu? Bu uylab xotin olib berish emas. Birovni qiziga xutba qilib qo'yiladi. Bir solih bo'lgan, dindor bo'lgan, musulmon bo'lgan oilani qiziga xaridor bo'linadi-da, xutba qilib qo'yiladi. Uylab qo'yadi emas, uy solib beradi emas, mashina olib beradi emas. Agar 16 ga yetsa, uni otasi nikohlab qo'yadi, so'ngra uning qo'lidan ushlab dedi: "Tahqiq senga odob berdim, ta'lim berdim, nikohlab qo'ydim. Sening dunyodagi fitnangdan va oxiratdagi fitnangdan, oxiratdagi azobingdan Allohdan panoh tilayman" dedi. Mana haqqini bajarib bo'ldi bu odam. 16 ga kirganda haqqini bajarib bo'ldi. Pokiza yana tanladi, chiroyli ism qo'ydi, Allohni tanitdi, nikohlab qo'ydi, ota qutuldi. Bizni xalqning urfi bo'yicha yo'q. Yana unga nima qilib berish kerak? O'shuning uchun biz 70 ga kirganimizda ham g'ami chek, 60 ga kirganimizda ham bolamga tom solib berishim kerak. Agarchi mana shu shariatda aytilgandek qilib tarbiya bersangiz, bu bola hech qachon sizdan bu narsani ta'ma qilmaydi. Sizdan hech narsani kutmaydi. Aksincha 16 ga kirgandan keyin kallasi ishlab, otamni ehtiyot qiling, qarab qoldi, namozini o'qisin, borib bir ulfatlar bilan bir o'tirib damini olsin, ishlamasin deb ehtiyot qilishga turadi. Agar siz bolangizni haqqini shariat ko'rsatgandek ado qilgan bo'lsangiz, endi turibdimi? Dada, qish kelib qopti. Balon qo'yish kerak. Dada, mashinani urib oldim. Shunaqami bolangiz? Demak, shunaqa qilib o'zingiz tarbiyaladingiz. O'tgan darsimizda aytdik, seni farzandingni birov so'kdimi ko'chada? U seni so'kdi. Chunki farzanding so'kishlikka loyiq ish qilib bir odamdan so'kish eshitdimi? Bu seni so'kdi bu odam. Agar tarbiyasini berganingda shu holatga tushmas edi, otangga rahmat, bolam derdi. Sizga rahmat aytgan bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu ko'rsatmasi bizga nimani o'rgatadi? Bolani mana shu yoshlik chog'idan, boshlang'ich ta'lim davridan har bitta so'zi uchun, har bitta harakati uchun nazorat qilib turishlik kerak bo'ladi. Har bitta qilgan ishi hisob qilinishlik kerak. Qayerga bording? Qayerdan kelding? Kim bilan yurding? Qo'lingdagi nima? Qayerdan olding? O'ziniki bo'lmagan bir narsa qo'lida turibdi. So'rashlik kerak. Qayerdan olding bu narsani? Chunki katta o'g'irliklar kichkina narsadan boshlanadi. Inshaalloh keyingi darsda o'g'irlik haqida dars qilamiz. Solih amallarning eng ulug'laridan shubhasiz nikoh. Balog'atga yetgan qiz, yigitlarni nikohlab qo'yishlik ulug' savob ishlardan. Birodarlar, hozirgi kunda uylanishlik oson emas. Yildan yilga qiyinlashib boryapti. Kerak emas urf-odatlar, kerak emas sarf-xarajatlar, bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti. Mana shu ma'ruzalarda eshitayotgan, masjidlarimizga kelayotgan hoji akalarimiz ham qilyapti o'sha narsalar. Shu isrofning ko'pligidan to'y qilish, uylanish, turmush qurish qiyinlashib boryapti. Kim aybdor bunga? Erkaklar aybdor. Chunki topib kelib xotinni qo'lga berib qo'yib, xohlaganini qil deyaptimi? Erkak aybdor. Bu xotinning so'zidan chiqa olmaydiganlar. Oila nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, palonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Palonchi xolang dundul, palonchi xolang. Domlalar aytib turibdi, isrof bu desa, palonchi xolaning gapiga kerak. Yomon bo'lar ekan, shunday qilsak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'rayda, aytib bera olmaydi, to'lqin aytib bera olmaydi. Oyatdan, hadisdan dalillar aytayotgan payg'ambarlarning vorisi bo'lgan ahli ilm ulamolar gapirsa, gapini olmaydi. Bo'lmaydi ekan deydi. Xotinlarning diviziyasi hujumga o'tadi to'y qilayotgan paytingizda. Mana qilmaymiz desangiz, ayol kim yoshda ertalab keladi? Ayollarda o'sha urug'da taqashadi sizni. Qilasan, bitta o'zingsiz. Tura olmaysiz, yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda, qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlardiki, to'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar, mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Desa qarindosh urishlik uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urishlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak.
Araq qo'ymasang sen ziyofatingga kelmaymiz deyotgan bo'lsa, yig'ishtirishga unga qarindoshchilik. Erkaklar qo'yilgan rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarflab yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizi Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fatima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Xattob so'rab keldi. Yo'q dedi. Aliga berdi. Siz bormaysizmi deydi. Abu Bakrga bermagan, Umarga bermagan, menga beradim. 22-23 ga kirgan yigit edi. Siz Rasulullohdan amakivachasiz, islomga birinchi kirgansiz, kirib so'rang beradi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi. Kirib Rasululloh birinchidan, amakivachasi ikkinchidan. Rasululloh uyida katta bo'lgan. Men shu Fatima haqida bir o'ylab ko'ruvdim deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Boshqa gap bo'lmadi. Chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'lganini. Nima dedi? Xush kelibsiz. Bo'ldi, qulluq olsin, sizga bitta gap ham yetar dedi. Qaranglar, hech narsasi yo'q Ali ibn Abi Talibda. Orada bir necha kun o'tdi, payg'ambarimizdan javob bo'lavermaganida, payg'ambarimiz o'yda turganida 3-4 ta sahobalarga eshittirib, kecha Rasulullohning qizini so'radim, nima deganini bilmadim dedi. Shunda payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovut qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi. 2 kilomida 3 kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi. Mahriga 400 misqol kumushni berdi. 2 ta jonliqni Hamza ibn Abdul Muttolib so'yib to'y qilib berdi. Ali ibn Abi Talibga Fatima Zahroni Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatda 10 dan 1 chiqimi bilan berdi nikohlab. Ya'ni uyi ham yo'q kuyov bolani. Payg'ambarning masjididan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi. Endi domla bu davrlarda shunaqa bo'lgan ekan endi. Hozir endi buni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishoninglar birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak edi bu narsani. Payg'ambarimiz aytganlar, kim nikohni yengil qilsa, bas u zinoni og'ir qildi. Kim nikohni og'ir qilsa, bas u zinoni yengil qildi. Shuning uchun shunaqa bir jinnikatda urf-odatlarda, isroflarda o'ylab topib, to'yda, nikohda og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi. Va mana shu xotinlarni talabaga berayotgan erkaklar ham javob berishadi. Uylanolmay yuribdi bolalar, yosh falon yoshga borib. Qizlar turmushga chiqa olmayapti, iqim chiqindi ko'pligidan. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullohu min fadlihi wallohu wasiyun alim. O'z oralaringizdagi tul, bevalarni hamda qul va cho'rilaringizni yaxshilarini uylantiringlar. Agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazli karami bilan boy behojat qilur. Alloh fazli karami keng bilguchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo uylab qo'yinglar deyapti. Va ankihul ayama minkum, oralaringizdagi tul bechoralarni, bevalarni hamda qul cho'rilaringizni yaxshilarni uylantiring buyuryapti Alloh taolo. Shuning uchun birodarlar, nikohni qoyim bo'lishiga jinni hissamiz qo'shilsa borib qo'shilaylik. Shu bo'lib ketsa shu to'y. Jinnikatda narsalarni yo'q qilishga agar jinni xizmat bo'lsa qilib qo'yaylik. Mashinamiz bilanmi yoki bir maslahatimiz bilanmi? Chunki Alloh taoloning buyrug'i bu. Bu fasodga to'lib turgan, fitnaga to'lib turgan zamonda birodarlar, atrofdagi hamma narsa insonlarni shahvatga chaqirib turibdi. Mana shunday bir vaqtlarda mo'min yigit, mo'mina qizlarni nikohlab qo'yishlar shubhasiz ulug' amallardan hisoblanadi birodarlar. Shuning uchun to'ylarni yengil qilishlik kerak. Turmush qurishlikda shart-sharoitlarini yengil qilishimiz kerak bo'ladi. Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa va la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, shubhasiz Allohning azobi qattiqdir. Ishonaveringlar, bizni xalqlarni to'yi insofga kelsa, hamma narsasi insofga keladi.
To'yi hisobga kelsa, hamma narsasi hisobga keladi. Bir yilda bir marta borib dam olib kelgani ham pul oshadi. Bir yilda bir marta bir больницаga, sanatoriyaga borib dam olgani ham vaqt pul oshadi, vaqti oshadi. Faqat u narsaga nimaga vaqti yo'q? Nimaga pul yo'q? Axloqiy tarbiyadagi xatarli 4 ta nuqta. Axloqiy tarbiyadagi eng xatarli 4 ta nuqta. Yolg'onchilik, o'g'irlik, so'kinishlik va tabiatni buzilishi. Kishi tabiatini buzilishi, fe'lini aynishi. Mana yolg'onchilik haqida suhbat qilamiz qolgan vaqtimizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Amr ibn Osdan shunday deb marhamat qiladilar. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan kholisan. Kimda quyidagi 4 ta sifat bo'lsa, to'ralasi ham bo'lsa, xolis munofiq bo'ladi. Faman kanat fihi xislatun minha kanat fihi xislatun minan nifaq. Mana shu 4 ta sifatdan kimda bittasi bo'lsa, demak munofiqlikda mana shu bir xislati bor. Hatta yadaha. To shu xislatni qo'ymagunicha. Idza tumina xona. Agar omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi, birinchi belgisi. Va idza haddatha kadaba. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va idza ahada g'adara. Ahdlashsa, ahdini buzadi. Va idza xosama fajara. Agar arazlashib qolsa birov bilan ochiq dushmanchilik qilishga o'tadi. Kimda shu 4 ta sifat bo'lsa, to'ralasi ham bor bo'lsa, bu odam xolis munofiq, toza munofiq degani. Endi kimda bitta sifat bo'lsa, munofiqlikning bir qismi bor. Bu munofiqlik haqida bu munofiq deb o'radi ukalarimiz. Shoshmaslik kerak bunga. Chunki nifoq qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Nifoq qalb kasalligi. Buni faqat Alloh taolo biladi. Ammo aytamiz, mana odamda munofiqlikda mana sifatlari bor deb aytamiz. Ammo munofiqda hukm qilmaymiz. Qalbni kim biladi? Alloh biladi. Bizga mana shu hozirgi mavzumizga taalluqli qismi voyda hadasa kadaba. Yolg'on gapiradi. Bir birodarimiz ko'p mehnat mashaqqatlar evaziga bir bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanib, rostgo'y qilib tarbiyaladi. Yolg'on gapirmadi, yolg'onga o'rgatmadi bolalarni, rostgo'ylikka o'rgatdi. Ota-onasini ziyorat qilgani borishdi, boshqa shaharda yashashar edi. Kelganida haligi kenja bolasi ozgina to'polon qiluvdi. Buvisi aytdiki, yig'lamasang, kechki payt birga boramiz dedi. Kechki payt bola ishondi, yig'lamadi, jim bo'lib qoldi. Kechki payt hali bola kiyimlarni kiyib, chiroyli bo'lib tayyorgarlab buvisini oldiga kelsa, ketishlikdan asar ham yo'q. Siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onni ota-ona o'zi o'rgatib turibdimi? Hech qaysi muallim unga foyda bera olmaydi. Buni ko'rib bola buvisiga siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onchi. Bu odamga Alloh taolo nazar qilmaydi. Unga gapirmaydi. U uchun alamli azob bor. Birodarlar, Allohga qasam, bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardan. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esdan chiqib qoldi. Bo'pti, yo'q, shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangiz ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onni o'zingiz o'rgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u. Hech qachon unaqa demaydi, lekin bilib qo'yadi. Deydi, dadam yolg'onchi deydi. Ichida. Va mana shu eng katta musibat. Keyin siz rostgo'ylik haqida 1000 marta va'z o'qing bolangizga, nasihat qiling, olmaydi. Chunki aytdik, amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah
va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim shaykhun zanim va malikun kazzabun va a'ilun mustakbir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Sahih Muslimdan bu hadis. 3 kishiga qiyomat kunida Alloh taolo gapirmaydi. Ularga qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Zinokor chol, yolg'onchi podshoh, mutakabbir kambag'al. Podshoh kimdan qo'rqib yolg'on gapiradi? Rost gapirishdan kim to'sadi uni? Uni rost gapi uchun hech kim muhokama qilmaydi. Endi podshoh bo'lib turib yolg'on gapiryaptimi? Alloh unga qaramaydi, gunohidan poklamaydi, qiyomatda uchun alamli azob bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan. Mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum dedi payg'ambarlar. Bo'ladi ba'zida baxil. Mo'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qodiyakum ba'zida bo'ladi, qo'rqoqlik ham tutadi. Ayakunu mu'minu kazzaban, mo'min kazzob bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q degan. Yolg'onchi odam musulmon bo'la olmaydi. Bu narsani bolalarga yoshligidan o'rgatishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda aytadilar: "Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Katta hadis, tarjimasini o'qib beraman. Rostgo'ylikni o'zingizga lozim tuting. Albatta rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Bir kishi rost gapirib, rostgo'ylikda davomiy bo'lib boraversa, u Allohning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Doim rost gapiradi, Alloh rostgo'y deb yozib qo'yadi. Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'ling. Albatta yolg'onchilik gunohlarga boshlaydi. Albatta gunohlar jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'on gapiradi, yolg'onchilikda davomiy bo'lib boraversa, Allohning huzurida kazzoblardan deb yozilib qo'yadi. Hech kim tug'ilib rostgo'y bo'lib qolmaydi, hech kim tug'ilib kazzob bo'lib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'lgan bo'ladi bu narsa. Rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jami' Sahihdan kaburat xiyonatan an tuhaddisa akhaka huwa laka bihi musaddiqun va anta lahu bihi kadhibun. Rasululloh aytadilar, eng katta xiyonat nima? U eng katta xiyonat. Eng katta yolg'on nima? Yolg'on. Birodaring seni so'zingga ishonib turgan vaqtida unga yolg'on gapirishing. Seni rost gapiryapti deb ishonib turgan joyda bilib turib yolg'on gapirishing. Bu eng katta yolg'on. Bu yolg'on gapirayotgan odam, xiyonat qilayotgan odamchi o'zi his qiladi nima qilayotganligini. Tozasi nima degan oshna deydi. Tozasi mana shu zo'ri deydi. Lekin bu zo'ri bo'lmaydi. O'sha yolg'on gapirsang ham, gapirmasang ham Alloh yozgan bo'lsa oladi. Shuning uchun qilayotgan tijoratlarga yolg'on aralashtirib, harom aralashtirib olmanglar savdogar ukalar, akalar. Unga berayotgan molingni aybi borligini bilasan, ammo mana shunisi tozasi deysan. Nuqsonni bilib turibsan. Xaridor ishondi, tozasini beryapti deb ishondi, lekin sen ishonib turgan joyda olding. Bu xiyonatning kattasi. Rostgo'ylik omonatdir, yolg'on xiyonatdir. Yosh bolani kichkinaligidan rostgo'ylikka o'rgatishlik kerak. Rostgo'y bo'lishlikka sharoit yaratib berishlik kerak. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Sunan Abi Dovuddan bu hadis. Abdulloh ibn Umar aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz uyimizda o'tirar ekan, onam meni chaqirib qoldi. Beki bir narsa beraman dedi. Yosh bola bu kishi, onasi chaqirdi, beki bir narsa beraman dedi. Payg'ambarimiz nima bermoqchisiz unga dedi. Bir dona xurmo beraman dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, agar unga o'sha narsani bermaganingizda siz uchun bitta gunoh yozilgan bo'lar dedi. Beki bir narsa beraman deysiz. Bir narsa beraman, beki deysiz. Yo'q bu narsa. Bir marta oldingiz qaytib kelmaydi. Muhaddis olimlardan Alloh rozi bo'lsin. Ana shu muhaddis olimlardan biri Madina Munavvaradan Basraga keldi.
Bir odam bor ekan, payg'ambarimizdan bir hadisni bilar ekan. Piyodamidi, tuyodamidi o'sha minglagan kilometrda bosib bordi sahrodan. Haligi odamni topib so'rab surishtirib, qarasa, haligi odam etagini shunday qilib xuddi bir narsa solgandek qilib, tuyasini, otinimi chaqiryapti, mah deb. Hali etagini ko'targanini ko'rib, tuya yoki ot bir narsa bor deb keladi-da. Haligi odamni qilayotgan fe'lini ko'rib, bu odam yolg'onchi ekan deb orqasiga qarab hadisni eshitmasdan ketaverdi. Shunday qilib bizga hadisni yig'ib bergan muhaddis olimlarimiz. Shu darajada elashgan. Hayvonga yolg'on muomala qilayotgan odamni yolg'onchi degan. Endi odamlarga yolg'on gapirayotganlar nima deyish kerak? Bu muhaddis birodarlar narigi mahalladan chiqmagan edi. Uzoq masofadan kelgan edi. Sahroni bosib kelgan edi. Hayvonni oldayotgan odamni ko'rib turib, bu odamni yolg'onchi deb ketyapti. Rostgo'y insonning qadr-qiymati birodarlar pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Ko'pchiligimiz ehtimol xabardor bo'lgan qissa Rabboniy olimlardan bo'lgan Abdul Qodir Jiloniy rahmatullohi alayh. U kishi rostgo'ylik haqida bir qissani rivoyat qilib beradi o'zi haqida, juda ham bir ajib. U kishi aytadi: "Esimni tanibmanki, ishimni rostgo'ylikka qurgan edim. Bag'doddan Makkaga ilm talabida chiqdim. Onam menga nafaqam uchun, sarf-xarajatim uchun 40 dinor pul berdi. So'ngra hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berdim. Onam shu va'dani mendan oldi. Hamadon yerlariga yetganimizda karvonimizga qaroqchilar hujum qilishdi. Qaroqchilardan biri kelib men oldimga, "Nimang bor?" dedi. "40 dinorim bor" dedi. Qaroqchi bu esi yo'q shekilli edi, o'tib ketaverdi. Chunki 40 dinor oltini bor odam aytmaydi hech qachon. 40 dinorim bor dedi, indamasdan o'tib ketdi. Buni kuzatib turgan bitta qaroqchi keldi-da, yana so'radi. "Nimang bor?" dedi. 40 dinorim bor dedi. Yetalab meni o'zini kattasini oldiga olib bordi, qaroqchilarning kattasiga. U ham so'radi. "Nimang bor?" dedi. 40 dinorim bor dedi. Shunda boshliq, "Ey bola, nimaga rost gapirding?" dedi. Men aytdim, "Onamga yolg'on gapirmaslikka va'da berganman. Va'damda turishim kerak" dedi. Qaroqchilarning kattasi bu so'zdan dahshatga tushdi. Qichqirib yubordi. Kiyimlarni yirtib, "Sen yosh bola, onangga bergan va'dangni, onangga bergan ahdingni buzishdan qo'rqyapsanmi? Men Robbimga bergan ahdimni buzishdan qo'rqmayapman" u dedi. So'ngra qaroqchilar mana shu karvondan nimani tortib olishgan bo'lsa, hammasini qaytarib berishlikka buyurdi. Bolaga qarab, "Men seni qo'lingda Allohga tavba qildim" dedi. Bu bola Orif, Shayxul Islom Abdul Qodir Jiloniy bo'lib yetishdi. Qaroqchilar o'zini boshlig'iga qarab, "Sen bizni qaroqchilikda boshlig'imiz eding, endi tavba qilishda ham biz kattamiz bo'lasan" dedi. Qaroqchilarning hammasi tavbaga keldi. Bitta bolani rostgo'yligi tufayli. Shuni siz "Ha, domla, hozirgi zamonda" deb turib nima qilamiz darrov? Odamlar bilan bo'lgan rostgo'ylik kishini Alloh bilan bo'ladigan rostgo'ylikka olib keladi. O'zingiz bilan rostgo'y bo'lasiz, odamlar bilan rostgo'y bo'lasiz, shundan keyin Alloh bilan ham rostgo'ylardan bo'lasiz. Qarang, rostgo'ylikning samarasi yosh bola butun boshli qaroqchilar to'dasini insofga kelishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ota ko'chadan charchab kelar ekan, farzandining so'zini eshitgani, uni qilgan ishlarini bir taftish qilgani, muhokama qilgani erikmasin. Chunki ko'chadagi ishidan ko'ra mana shu ish zararroq. Tekshirsin, kuzatsin, ta'qib qilsin, sabr qilsin. Mana shu narsaning mevasi juda ham shirin bo'ladi keyinchalik. Kishi o'zini farzandini baxtsizligi bilan baxtsiz bo'ladi. Farzandlarini baxti bilan baxtli bo'ladi. Bolam chaqam deb yuribmiz deymiz. Kishi o'zi hamma yo'g'i zo'r bo'lishi mumkin, lekin farzandi noqobil bo'ladigan bo'lsa, hech qachon bu odam saodatli bo'lmaydi. Sizni baxtli qiladigan farzandingizni baxti. Sizni baxtsiz qiladigan farzandingizni baxtsizligi. Shuning uchun birodarlar, mana bugundan boshlab uyga borib, mana shu bolalarimizni yolg'on so'ziga agar bor bo'lsa, diqqat qilaylik. Surishtiraylik, erikmaylik. Bundan ko'ra muhim ishimiz yo'q, birodarlar. Mana endi uylangan, farzandli bo'lganlar eshitganimizga bugundan amal qilaylik. Endi kim agar uylanmagan bo'lsa hali yoki farzand ko'rmagan bo'lsa, inshaalloh mana shunday bir islomiy tarbiya bilan tarbiya qilaman degan niyatni qilsin. Birodarlar, yolg'onchilik
Yolg'onchilik kishini musulmonlikdan chiqaradigan kasallardir. Avvalambor o'zimiz yolg'onchi bo'lmaylik. Bugunga olib ketadigan narsalar, bolangizga bergan va'dangizni bajaring. Bolangizga yolg'onni o'zingiz gapirmang. Shunda bola tirik ibratni ko'rganda ergashishligi oson bo'ladi. Inshaalloh keyingi darsimizda o'g'irlik haqida suhbat qilamiz. Hadisda aytilgan yolg'onchilik, o'g'irlik, so'kinishlik va tabiatni aynishligi. Mana shu hadisdagi ikkinchi bandi o'g'irlik haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.